Bu video to'y qilganlar uchun foydali bo'ladi. Namanganda Navbahor restoranida 200 kishilik to'y o'tkazish necha pul bo'ladi? Okey, lekin aniq bilaman qimmat sizlarda. Yo, Abbosxon, bu fikringiz boshdagisi to'g'ri-yu, keyingisi noto'g'ri bo'ldi. Bizda kruglый stollarimiz 12 kishidan. Hop, eng arzon menyuyimiz 300 ming. U 300 mingning ichiga kiradigan narsalar juda ham ko'p. Masalan, biz to'ychiga to'yini sifatida o'tkazadigan kelin-kuyov sahnasi, примерно 10 ta monitor, kolonka apparaturalar, undan tashqariga yo'lab, beza ishlari hammasi bu summaning ichiga kiradi. Hop, men sizga 200 ta emas, 204 ta joy qilib bera olaman. Ya'ni shunda 17 ta xom bo'ladi. 200 ta emas, 204 ta odamga pul to'laysiz, 61 million 200 ming. Siz shunda prosta kelib, turib, to'yingizni yuqori darajada ko'tarib ketsangiz bo'ldi. O'shani to'lasam, shu bilan hech qanaqa rasxotim yo'q. Shuni to'laysiz, san'atkorlar o'zi kiradi, kamerachilar kelsa, xullas to'y juda ham akkuratli holatda o'tadi. Zo'r uka, qimmat bo'ladi deb o'yladim. Yo'q. Hammaning fikri shunaqa, qimmat deb o'ylashadi, lekin kelib gaplashib ko'rishsa, ozgina tushuncha olishadi. Okey, xalqimizda to'y bo'yicha juda ham qo'rqadigan narsalari ko'p. Shu bo'yicha maslahat bera olasizmi? Bemalol menga obuna bo'lib qo'ying, sizga yaxshi ma'lumotlarni berib boraman.